Xo'sh. Nima deyman? Nima ham derdim. Futbolni ko'rdinglarmi? Men ham ko'rdim. Yaxshi o'yin bo'ldi. Bizni zo'r ikkita golimizga raqiblar arzimagan 3 ta javob qaytarishdi. Tayyor g'alabani berib qo'ydi. 80-minutgacha yutib o'tiruvdi. Nomard. Ha yutib turibsan. Ha ko'p to'yni bizga bermaysanmi? Yor bormaymizmi yutuvimizda qolmaydi. Landavur ish yoqmas lappashanglar. Dedi Ergashaga rahmatli ustoz. O'sha o'yin bo'ldi-da. Endi biz ham futbol nima uchun rivojlanmayapti? Chunki ozgina hamjihatlik yo'q deb o'ylayman men. Ozgina bir-biriga bo'lgan hurmat, bir-biriga masalan futbol baribir jamoaviy o'yinda, u bir kishi o'ynamaydi uni, ko'pchilik o'ynaydi. U yerda masalan men o'zim bo'lay desa, agar hech qachon yutqizadi u. Bu jamoaviy o'yin futbol. Mana jahon futbol yulduzi, dunyo futbol yulduzi Cristiano Ronaldo to'pga yeta olmasa, mana muxlislari bormi Cristiano'ni? Mana muxlis bor, ya'ni Ronaldoga. To'pga yeta olmasa, Ronaldo tez yuguradi. Dunyoda eng tez yuguradigan futbolchilardan bittasi. Usain Bolt bilan baravar yuguradi, Usain Bolt bilan. To'pga yeta olmasa, to'p oshirganga qarab pashina qiladi. Rahmat deydi, sen zo'r oshirding deydi, yana oshir deydi, men yeta olmadim deydi. Qarang, bo'lmasa Ronaldo yeta olmadimi? To'shni noto'g'ri oshirganda u. Lekin u mashina qiladi, rahmat deydi. Ha bizning hujumchilarga to'p oshirsa, shu 1 metr oldiga ketib qolsa ham, shu bir qadam bossa yetadi. Hay to'p oshirganga qarab, bittaman kuma, qo'q deb yurdim. Misal to'p oshirgani pashole. Mana Messi dunyo futbol yulduzi. Messining muxlislari ham bo'lsa kerak, ha? Bor ekan. Bir kun qiyshiq tepdi Messi. Messi uchun bichiga qiyshiq tepmaydi. U qiyshig'i ham qiyshiq emas. Shu aradan yonidan o'tib ketdi. Bizni futbolchilarga hisoblasa gol. Sal varatan yonidan o'tib ketuvdi, butun jamoadan uzr so'radi, stadiondan uzr so'radi, mana shuna qildi. Kechiringlar, meni aybim dedi. 10 ta bolaga qarab mana shuna qildi. Meni kechiringlar dedi. Raqiblardan ham kechirim so'radi, kechiringlar meni dedi. Bizning hujumchilar bitta o'yinda 50 marta qiyshiq tepadi, biron marta uzr so'ramaydi. Birovni mehnatdan borib qiyshiqqa tepib qayta bezrayib qaytib keladi. Uyalish ham yo'q. Betim qotib ketgan, qalin bo'lib ketganda. Meni betimdan ham qattiq bo'lsa kerak shularning beti. Birovni mehnatdan borib qiyshiqqa tepib qo'yib, tirjayib qaytib kelaveradi. Endi emasdan. Kerak bo'lsa yana olib kelib berasan deydi. To'g'ri endi har tepganda uzr so'ravermaydi-yu. Agar qiyshiq tepgan uchun uzr so'rash bo'lganda, bizning futbolchilar bor-ku, shu 90 minut uzr so'rash bilan o'tib ketadi. Shu bizning futbolchilar tepishdan oldin uzr so'rab qo'yish kerak. Uzr, men tepyapman, mabodo qiyshiq ketib qolsa, xafa bo'lmaysizlar. Harakat qilib ko'raman to'g'ri tepishga. Meni kechiringlar. Deb aytdim-ku men sizlarga. Uzr. Mana chet elda futbolchini almashtirsa, xafa bo'ladi. Ko'rganmisizlar? Zamina desa, hali o'ynab turgan chet ellik o'yinchilar ko'rganmisizlar? What? I'm now. Kelotda bakalashkalar kiyib, hali o'rtoqlari o'tirgan Navesh tepasiga u yomonchaqli chiqib ketadi. Sekinlashtirgan kadrlarni ko'rgan, yo chiroy chiqib boradi, ha? Desa murabbiy ham bu yoqda. Desa tomoshabinlar ham. Sherigiga qarab.
Ko'moqda zo'rda. Qarang, men deydi o'ynab turdim, meni bekorga almashtirding deydi. Bizni futbolchilar nabarot. Aksincha. Meni almashtirib qolammikin deb yugurayotgan joyda har zaman murabbiyga qarab qo'yadi. Agar zamin deb qo'ysa qarsak chalvoradi. Chiqib ketishini ko'rsangiz. Shunaqa baxtiyor. Xudoga shukr. Vaqtida qutuldim. Sal qolsa o'zimizga gol urib qo'yardi. Biznikilar raqibga harakat qilib qo'yadi, bo'lmasa o'zimizga ham urib qo'yadi. Uxlashda xursand bo'lsa bo'ldi deydi. To'g'rimi? Kecha ham o'ziga urdimi? Odat bularga. Bu yoqda murabbiy asabiylashib, nima o'zimizga gol urding, nomard? Zo'r vaziyat bo'lib qoldi-da. Nima qilish kerak deydi. Mana Messi mana. Messini aytdik. Yana bir futbol yulduzi. Neymarning narxi 223 million dollar ekan. Voy, o'sha pulga bizni futbolchilardan nechta berarkin, ha? Chempionatni bersa kerak menimcha. Zato bizni futbolchilar bebaho. Bahosiz. Sotilmagandan keyin bebaho bo'ladi. Bittasi sotganiga qaytib kelibdi bir haftada. Chet elga sotib yuborgan ekan. Ha, nimaga kelding desa, "Yerda sharoit yo'q ekan" debdi. Nimaga desa, "Xolagan joyingga tep olmasa ekansan u yoqda" dedi. Ha, bizani futbolchilar ham olib chiqib sotsa bo'ladi hujumchilarni. Xaridor kelib, "Qanaqa hujumchi aka?" "Zo'r hujumchi. Oling aka, pulingiz o'zingiz bilan ketadi. Zo'r hujumchi aka." Yangimi? "Voy, sveje, bitta ham gol urmagan aka." Oling aka. 10 golidan 1 golni urmagan hali, oling. Yoshi nechida? Pasportda 25, o'zi 43 ga kirdi aka. Aka, yutqizmaysiz, oling mana shuni. Narxi qancha desa, aka olib ketavering. Olib ketavering. Mabodo gol ursa pul to'laysiz, bo'lmasa kerak emas aka, olib ketavering. Qarang, chet elda futbol, mana Angliya futbolini qarang, qanaqa tez o'ynaydi. Manchester United, Liverpool, masalan Manchester City, Arsenal bir-bilan o'ynab qolsa, sharhlovchi bor, gapirishga ham ulgurmaydi. Ana Arsenal, Manchester City va shunaqa tez gapiradi, o'yinchilar ham shunaqa tez o'ynaydi. Qoyil qolasan-da, ko'rishga ham ulgurmay qolasan-da. Bizani futbolchilar shunaqa sekin o'ynaydi. Urkum mashal bilan qizil qummidi, kimidi bilmayman. Futbol o'ynayotgan ekan. Men sekinlashtirib ko'rsatyaptimi deb qoldim. Qarasam rostdan o'ynayotgan ekan mana. Aytdi, "Shu o'yinda agar sekinlashtirsa to'xtab qolsa kerak mana." Shu futbolchilar yuriyapti-da, yugurmayapti. Uni sekinlashtirsa manaqa bo'ladi. Sharhlovchi bemalol o'yinchilarni oti, otasini ismi, qaysi maktabda o'qigani, stadiondagi muxlislarni ham tanishtiryapti. Muxlis ham ko'p emasda 58 kishi o'tiribdi. Borib sigaret chekib keldi chiqib Davron Fayziy. Ob-havo ma'lumotini aytyapti, gap topolmasan, ob-havo. Shunaqa sekin o'yin. O'sha uchun agar milliy chempionatimiz agar zo'r bo'lmasa, hech qachon masalan terma komanda ham zo'r bo'lmaydi. Chunki terma komandaga o'sha milliy chempionatdan zo'r o'yinchilar chiqish kerak bo'lsa, to'g'rimi? Va futbolimiz rivojlansin. Xudo xolisa bu yil umid qilib turibmiz. Jahon chempionatiga chiqsin bu safar, xudo xolisa. Omadlarni bersin. Hozir 36 ta komanda chiqardi, hozir 42 ta chiqadi deyapti. 42 talik agar rost bo'lib qolsa, biznikilar ham chiqib ketardi o'sha 42 talik. Chunki har doim bitta yetmay qolyapti, bitta yetmay qolyapti, bir qadam yetmay qolyapti. To'g'rimi? Lekin degan joyi ham bor.
bokschilarimiz Rossiyaning Yekaterinburg shahrida jahon birinchiligida eng birinchi o'rinni olib keldi bokschilarimizga bitta chiroyli qarshi bo'lsin.